Bu tushuntirishimizga xo'sh kelibsiz. Bugun biz manbalarga asoslanib, ilohiy rahmatning sirlik dunyosiga birlikda chunqur cho'kib boqayli. O'ylab boqing, bizning cheklik aqlimiz shuncha cheksiz bir yaratquchini zodi qandoq tushunalaydi? Qani boqaylik. İlahiy ismlar xuddi qarang'u quduqda qolgan zehnimizni yo'riqlikqa tartib chiqaradigan osmondan tashlangan nijotlik arg'amchisiga o'xshaydi. Undaqda qanday aloqa qilamiz? Duo bir xil chastota, lekin ba'zida signal to'salg'asi tufayli uni qabul qila olmaymiz. Esinizde bo'lsin, dua faqatla tileklar tizimliki emas. U dal shu to'g'ri ruhiy chastotaga tengshilishdir. Hamda bir qiziq nuqtaga keldik. Rahman bilan Rahim. Bu ikki ism o'rtasidagi ravshan farqqa diqqat qiling. Rahmon dal quyosh nuriga o'xshaydi. U bütün mahluqotlarga hech qanday shartsiz avtomatik holda eqib turadigan tabiiy rahmatdir. Ama rahimçi, o bütünle bizim anlık tallaşlarımız ve hareketimiz arkalıkla kuzgatılacak, şaska karıtılgan alahide rahmettir. Arap tilida rahim sözü hem hareket kılguçu hem qabul kılguçunu ko'rsatadi. Bu nemi degan ajoyib bayqash, ha? Yani siz ilahi rahmetini kubul kılsanız, o sizde mi iz kaldırıp sizin de şundak mehriban bir insana aylandırılır. Bezeler rahim qilish ularni kamsitkinlikmi deb o'ylab qolishi mumkin. Yo'q, manbalar bunu butunlay rad qiladi. Haqiqiy rahmat anining muhabbetiga o'xshaydi. O hergiz bu kişilerini acizlatmadu, belki güçlendiriyordu ve üzlüksüz yükseldiriyordu. Bu rahmatni qo'zg'atish uchun tavvo qilishimiz kerak. Lekin biz haqiqiy tavvo qilyapmizmi yoki faqatla apu so'rayapmizmi? Haqiqiy tuaning ikki qadami bor. Aldi bilan xatolikni butunlay to'xtatish, andan uni amaliy yaxshilikka almashtirishdir. Oddiy qilib aytsak, agar boylig'ingiz orqali boshqalarga ziyon solgan bo'lsangiz, dal shu boylig'ingiz bilan yaxshilik qilishingiz kerak. Oxirida shuni bilingki, jazo ya'ni azob faqatla mushu go'zal ilohiy rahmatdan mutlaq mahrum qolish deganlikdir. Sizga oxirgi bir muhim savolni qildiray. Bugungi qilayotgan amallaringiz siz izlagan shu rahmatni aks ettiralamidi? O'ylanib baqil.